Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka tushunsiz, charchamasizmi? Ho'p, aka stol stulni naqdga oldim. Qolgan rassrochka bo'ldi. O'sha stol stul hisoblab bering, aka. Bo'ldi. Stul bo'ladigan bo'lsa, aka qaysi sinfda o'qigansiz? A'dami, B'dami? B'da. Ha, aka, yashang. B'da bo'ladigan bo'lsa, aka 70% skidka berindingiz 2.990 ming so'm bo'ladi, aka. Серьезно. Ha, javob bersangiz shedray bo'ladi, aka. Dushi, aka. Mana aka. 2900. Nari bitta o'ylaringizga qo'shib buni ham dastlabki beramiz. Aka, sog' bo'ling, yaxshi kun ishlating. Rahmat, aka. O'qiganman deganiga 70% chegirma deyaptimi? 12 tali stulga. Men A'da o'qiganman-ku. Hech kim bilmaydi. Ba'da o'qiganman degan olib ketaman shuni. Aka, assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Aka, tushunsiz? Aka, men buni oluvdim. Shuni hisoblab bering naqdga. Aka, A'da o'qiganmisiz, B'da o'qiganmisiz? Ba'da o'qiganman, aka. Ya, aka, B'da o'qigan bo'lsangiz, hozir bizda 70% skid ketyapti. Mana shu mebelingiz aka 2.990 ming so'm. Bo'ldi aka. Biz seni bar boshqachada. Aka, B sinfi bilasiz-ku. Hammasiga A sinfda o'qib turib, B sinfda kuchliligini pulga bo'lsa ham tan oldirdik-a. A sinf kuchlimi, B sinf kuchlimi? Kommentariyada yozinglar, kutamiz.